Assalomu alaykum qalbi go'zallar. Biz tabriklarimizni davom ettirmoqdamiz. 4-aprel sanasi biz Olmazor tomonlardan baxtli insonlardan bo'lgan Zulayxa onajonimizni muborak 58 yoshlari bilan u kishini jon dildan yaxshi ko'rguvchi barcha farzandlari nomidan chiroyli tarzda tabriklash niyatida tashrif buyurdik. Marhamat qilib Davramoz markaziga bugungi xursandchilik damlarining asosiy sababchisi bo'lgan Zulayxa onajon marhamat Zulayxa onajonimiz qanday? Bugun quyosh o'zgacha porlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga cho'lar. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Ushbu fayziy xonadonning farishtasi ko'rki bo'lgan onajonim bugun siz uchun unutilmas kunlardan biri ekan. Chunki bugun ushbu fayziy xonadonda siz qadrli onajonimizni Allohimizga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz, ya'ni tavallud yomingiz bilan tabriklash niyatida sizning fayziy xonadoningizga tashrif buyurdik onajonim. Albatta sizni ko'nglingiz sezdi. Biz kimning nomidan sizni mana shunday bir baxtli damlar bilan qutlash, tabriklash niyatida tashrif buyurdik onajonim, kim deb o'ylaysiz? Juda ham to'g'ri topdingiz, chunki onajonlarimizda qalblari har bir narsani sezib turar ekan. Albatta bugun mana shunday bir xursandchilik damlarda sizni jon dildan yaxshi ko'rguvchi barcha farzandlaringiz shu o'rinda alohida Shohruxxona kechiramiz nomlaridan shukronalik, shodonalik damlarda siz mehri beminat, foydali jannat bo'lgan onajonimizdan qalblariga oz bo'lsa-da iliqlik baxshiylash niyatida sizning fayziy xonadoningizga tashrif buyurdik. Shohruxxon akam salkam bir oydan buyon biz bilan telefon orqali muloqotda. Ukajon dedilar, ushbu xursandchilik damlarda meni mana shu yorug' dunyoga kelishimning asosiy sababchisi bo'lgan Mehri daryo onajonimning tavallud ayyomlari, iloji bo'lsa mening nomimdan barcha akajonlarim, opajonlarim nomidan juda ham chiroyli hamda ezgu qalb so'zlarimni yetkazib qo'ying deya iltimos qildilar. Va shu o'rinda aytdilarki, onajonimizni biz juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz dedilar. Chunki umrining eng gullagan damlarini biz farzandlar uchun baxshida aylagan. Evaziga biz farzandlardan hech narsani so'ramagan, ham otalik, ham onalik vazifasini o'z zimmasiga olib, biz farzandlar g'am va tashvishida kelib yugurayotgan onajonimga mingdan ming rahmat. Hozirgi baxtli damlarda bizni g'amimiz dedilar. Hozirda o'zimiz qolib, bizni farzandlarimizning g'am va tashvishi ham do'g'ri onajonimning zimmasiga qolib ketdi. Doimo biz farzandlar baxtiga onajonimiz sog' bo'lsinlar. Hech qachon kasal bo'lmasinlar ilohim. Mana shunday bir xursandchilik damlarimiz bardavom bo'lib, endi biz farzandlardan birdan bir niyatimiz mehri beminat, foydali jannat bo'lgan onajonimizni Allohning o'zi hojonaligini ular bilan siylasin. Doimo yuzlaridan baxt nuri taralab tursin. Chunki biz farzandlarni mana shunday bir yuksak darajalarga erishtirgunga qadar ne hayot sinovlarini boshdan kechirmadilar. Ne qiyinchiliklarni boshdan kechirmadilar, lekin har ne damda ham bolam, chaqam, ro'zg'orim deya umrini go'zalligini,
sog'ligini hammasidan kechib biz farzandlar uchun umrini baxshiydi degan onajonimizga ming rahmat. Dunyoda insonni ona qilib yaratmasin ekan. Ona shunday inson ekanki, o'zini unutar ekan. Bolam der ekan, chaqam der ekan. Umrining eng gulagan damlaridan farzand uchun baxshiylar ekan. Hozirda onajonimizning sochlaridagi oqni ko'rib, yuzlaridagi ajinni ko'rib, yuragi bahrimas tirnaladi. Chunki har bir tola oq sochning yuzlaridagi ajinning sababchisi biz farzandlarimiz. Endilikda onajonimiz bilan o'rin almashamiz dedilar onajon. Biz farzandlar harakat qilamiz, onajonimizni baxtli qilishga deya. Qalblardagi eng chiroyli tilaklarni barchasini siz qadrli onajonimiz uchun yo'llab qo'yishimizni iltimos qilaman. Tavalludiyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin onajon. Adashmasak bugun 58-bahorni qarshi olibsiz onajonim. Inshaalloh fayzli damlar bardavom bo'lib, kelasi yil 59-bahorni qarshi olishlaringizda Zulayho hoji onajonim omonmilar. Tavalludiyomlar bilan tabriklash niyatida tashrif buyurdik deya baxtli damlar bilan shukronali kunlar bilan tabriklashni Allohning o'zi nasib ro'z aylasin deymiz. Va albatta mana shunday bir chiroyli tilaklardan so'ng o'zingiz kabi go'zal bo'lgan ajoyib yo'ldoshimizdan sizni jon dildan yaxshi ko'ruvchi barcha farzandlaringiz nomidan tuhfa etamiz. Tavalludiyomlar shukronali kunlar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Sizga kerak, siz faqat o'ynab bering to'yimda. Rahmat deymiz barchalarimizga. Xursandchilik damlari, shukronali kunlari muborak bo'lsin. Тебя с днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Rahmat deymiz barchalarimizga. Bugun onajon mana shunday bir xursandchilik damlarida barcha qadrdonlarimiz nomidan eng go'zal qalblardagi durdona so'zlardan barchasini siz qadrli onajonimiz uchun yo'llab qolamiz. Kuni kecha ushbu fayzli xonadonda albatta shukronali kunlarda nishonlab o'tkazgan dadaxon akajonimiz qanday onajonimiz yonlaridan turib olishlarini iltimos qilamiz. Qanday? Marhamat. Dadaxon akajonimiz ham onajonimiz yonlaridan turib olsinlar. Albatta o'tgani bo'lsa-da akajonimizni ham kuni kecha shukronalik, shodiyonlik kunlarini o'tkazgan ekanlar. Albatta ushbu xursandchilik damlarida Dadaxon akajonimizni jon dildan yaxshi ko'rguvchi
ukalaringiz Shohruh xon, Valixon hamda Navro'za oshnalarimiz nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Inshaalloh farzandlarni huzur va halovatlarini ko'rib yuring. Onajonimizni xizmatida bo'lishda charchamang. Xursandchilik damlaringiz bardavom bo'lsin. Va albatta siz qadrli insonlarimiz uchun atalgan ajoyib bo'lgan toshligimizni shamchiroqlarda onajonimiz bilan birgalikda o'chirib, ezgu niyatlar og'ishlar kesib berishingizni iltimos qilamiz. Va albatta ushbu shirinlikni farzandlar qo'lidan tanabbur qilasizlar. Qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Farzandlaringiz nomidan atalgan, siz uchun atalgan aynan ajoyib she'rimizni o'qib eshittiramiz. Rahmat deymiz. Bolam kiysin deya yelab erta kech. O'zi yangi ko'ylak kiymagan ona, hatto bir burda nonini bizsiz. Eshikka ko'zi qiymagan ona. Salgina dard cheksa buzilib tinchi, dardim ko'proq uni qiynagan onam bir zamonlar bizga allalar aytib, endi esa shikoyatlar tinglagan onam. Meni suyganlarni jonim deb suyib, meni suymagan onam baxtini kuydirgan alamlar dog'i. Faqatgina o'tda xolos kuymagan onam. Termilib farzandining qoshi ko'ziga, qoshiga o'smalar qo'ymagan onam. Yoshligida o'ynab kulsin bolam deb, o'zi yoshligiga to'ymagan onajonim. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo farzandlarni huzur va halovatlarini ko'rib yuring onajonim. Siz baxtli yashashga munosib insonsiz. Chunki mana shunday bir farzandlarni baxtli qilib, dunyoda hech kimda yo'q eng go'zal tarbiyani berib, umringizni baxshida aylab, endi farzandlarni darajada maxsus bo'lgan nabiralarni huzur va halovatlarini ko'rib yurishga loyiq insonsiz. Xursandchilik damlaringiz bardavom bo'lsin. Va albatta endilikda mana shunday bir xursandchilik damlarda sizni jondan yaxshi ko'rguvchi, jannat guli rayhonlardan bo'lgan qizalog'ingiz Navro'zaxonga mikrofonni tutamiz hamda go'zal niyatlar bilan onajonim chiroyli tarzda ikki og'iz ezgu qalb so'zlar bilan tabriklab qo'yishlarini iltimos qilamiz. Okajonim, marhamat.
Oyijon, sizni yaxshi ko'raman, umringiz uzoq bo'lsin. Boshingizga sog' bo'ling, uloyning nevaralari boshiga omon bo'ling. Bu mana onam bo'lar, mana faqat u bo'lar, mana borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, qirolicha. Bu mana Rahmat deymiz barcha asalarimizga onajon. Albatta bu quvonch yoshlari. Chunki farzandlaringizning muhabbati sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rishlari yuzu ko'zlaridan bilib turibdi. Ilohim ushbu farzandlardan doimo baxti kamolini ko'rib yuring deymiz. Albatta mana shunday bir chiroyli tilaklar bilan so'ng davrimizdan ajoyib o'yin kulgular bilan birgalikda davom ettiramiz va siz qadrli onashonimiz chiroyli raqslar bilan boshlaysiz endi. Bugun sizning kuningiz, tavallud yo'lingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Marhamat. Bahoshalarimizni ham ajoyib raqslarga hurmat va ehtirom qilishmaymiz.
لبونی یارم شیرین جان با تو قلبای لبونی یارم شیرین جان با تو قلبای شربوری بالا شنار بالا شربوری بالا شنار بالا لبونی یارم شیرین جان با تو قلبای لبونی یارم شیرین جان با تو قلبای رفتی نگفتی من یار دارم رفتی نگفتی من یار دارم در شهر سماقم غمخوار دارم در شهر سماقم غمخوار دارم شربوری بالا شنار بلندای شربوری بالا شنار بلندای لبانی یارم شیرین جان با تو قلبای لبانی یارم شیرین جان با تو قلبای شربوری بالا شنار بلندای شربوری بالا شنار بلندای لبانی یارم شیرین جان با تو قلبای لبانی یارم شیرین جان با تو قلبای چکیدن گیرد زلفا شمیدن گیرد ای روخی جنانم چکیدن گیرد چکیدن گیرد زلفا شمیدن گیرد ای روخی جنانم چکیدن گیرد میروی و میروی خنده کنون میروی و میروی خنده کنون میروی خنده کنون چی باشد جلوه کنون میروی خنده کنون ای gün tanıştıysa ağzın kaynardı kırgın ben seni ey gün tanıştıysa ağzın kaynardı kırgın ben seni Gepleşene yüreğim bildim koymadınız koymadınız Güzel sohbet kuralı deyip koymadınız 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 bu teklifler hiç acı değil Misal geçtim süreyin bildim koymadınız koymadınız Misal geçtim süreyin bildim koymadınız koymadınız Turnalar uçtu, bulutlar köştü Turnalar uçtu,
asal geledi. Sütü yar geledi. Lebi asal geledi. Gözlerinde suyunu var. Özüm şunu yoluna sar. Karşında suyunu var. Özüm şunu yoluna sar. Lebleri şeker bir gubar. Akmaz alı yar geledi. Lebleri şeker bir gubar. Akmaz alı yar geledi. Sütü yar geledi. Lebi asal geledi. Sütü yar geledi. Lebi asal geledi. Yengiler noktamız. En yengiler. Annemsiz çok. Bakışın canım ağladı. Yüzüm üstüne ağladı. Bakışın canım ağladı. Zengin olsaladı tutam nazik dillerinden. Zengin olsaladı tutam nazik dillerinden. Şak 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 şakalarından. Şakınlarım balatından. Şak 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 şakalarından. Şakınlarım hayratından. İfanlarım teneler, dükkanımdan köçeden. Adım sorup bakmadım, nice niceden. İfanlarım teneler, dükkanımdan köçeden. Adım sorup bakmadım, nice niceden. Konuşur, 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 konuşur. Vazgeçtim yanlışım, anamı sevgilimden. Seninle buyurlanışım, anamı sevgilimden. Vazgeçtim yanlışım, anamı sevgilimden. Seninle buyurlanışım, anamı sevgilimden. Rena, 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 rena. Yüzümde kırar sağlamam, elimde şeker bağlamam. Yüzümde kırar sağlamam, elimde şeker bağlamam. Sen alman arınam, sen alman arınam. Özümü güley güley, gözümü güley güley. Özümü güley güley, gözümü güley güley. Gelin dilez bir uyanmaz yetemez. İsteseniz damat gülçe saz edemez. Gelin dilez bir uyanmaz yetemez. İsteseniz damat gülçe saz edemez. Yengiler noktamız. En yengiler. Annemsiz çok. Bravo taffelekli, rüstü nasibim. Bravo taffelekli, rüstü nasibim. Beni kara gözleni, dağıma dağılır. Bir şirin sözleni, dağıma dağılır. Elleri şekerler, sözü fasihim. Ağzına alır, dağıma dağılır. Bir kara gözleni, dağıma dağılır. Bir şirin sözleni, dağıma dağılır. Dağıma dağılır.
barchalarimizga, lekin bugungi xursandchilik davrlarimiz negadir qizimayapti. Sababi davramiz markaziga Davraxon aka-ukalarimiz ko'rinmayaptilar. Aka-ukalarimizni davramiz markaziga taklif qilamiz va o'yinlarimizda aka-ukalarimiz bilan birgalikda davom etamiz. Marhamat. Yer rahmatimiz barchalarimizga tabriklar beramiz. Бьются поздравления, здесь сегодня кайф и танец. Onajonim, bugungi xursandchilik damingizdan sizning qalbingizga oz bo'lsa-da, laqib baxshida ayladikmi? Bunday bo'lsa, sizni javob dildan yaxshi ko'ruvchi barcha farzandlaringizning boshlari ko'klarga yetilsa, mubolag'a bo'lmaydi. Doimo farzandlarning huzur va halovatlarini ko'rib yuring deymiz. Va mana shunday bir vaqtli damlarimiz video tasmalarga muhrlanib qolish uchun barcha qadrlilarimiz onajonimiz bilan birgalikda esdalik uchun suratlarga hurmat va ehtirom bilan chorlab qolamiz. Marhamat. Onajonimizning chiroyli gullarda qo'llarga qasd bo'lishingizni iltimos qilamiz va ajoyib suratlarga chiqish uchun barchalaringiz